umum ishingizda puxta mukammal bo'lishligingizni boshida siz birinchi kalamullohda albatta mohir bo'lishingiz kerak. Alloh uchun o'qishingiz kerak. Qarang, Alloh uchun o'qing. Albatta bandalarini qalbini topasiz. Bandalarini qalbi asli Allohga o'qisangiz bandalarning qalbi eriydi. Hazrati Dusari borlar. Dusari deyiladi, Makkaning imomlari. Men o'zim bir kun u kishi bilan qilingan qozdomlam suhbat ko'rib qoldim-da. Bundan ancha yil avval. Shunda boyagi televideniyadagi muxbir so'rayapti. O'tga chunki xat kelyapti. Bu yoqdagi qavm jamoat to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuv bo'lganligiga telefonlarda kelib, kompyuterlarga savol kelib tushyapti-da, tashqarida eshitib turuvchi tinglovchilarni savollarini o'qilyapti. O'sha savollardan birida so'ralayapti. Biz sizni qiroatingizdan shunday ta'sirlanamizki, xuddi Qur'onni tafsirlaganday o'qiysiz. Jannat oyatlarini o'zgacha bir ohanglarda, do'zax, jahannam, azob oyatlarini o'zgacha bir ohanglarda, qissalarni boshqacha bir ohanglarda, boshqacha bir sadolarda o'qiysiz. Buni siri nimadir, Hazrat? Biz sizni orqangizda iqtido qilganimizda, mana, sizni qavmingiz shunaqa desin bugun. Deyaptilarki, biz sizni orqangizdan iqtido qilganimizda biz dunyoni unutamiz. Shunday Allohga berilib ketamiz. Namozingiz tugamasa deymiz. Hatto tugatganingizda tugab qoldi deymiz. Buni siri nimadir deya muxlislardan savol kelyapti. U turgan muxbir janoblari buni o'qiyapti. Va Hazrat shunday deyaptilar. Chunki men mayli qavmim so'rabdi, men buni oshkora qilmas edim. Bugun so'ralganligim uchun aytaman. Doim mihrobga kelgan paytimda Allohni o'zini qasd qilaman. Allohni roziligi uchun o'qiyman. Shuni bilsin, shu sababdan aytaman. Bu savol so'ralganligi uchun shuni hamma o'sha imom domlar bilsin, qorlar bilsin, mehrob sohiblari bilsin. Agar kimni tilovati Allohning nazdida qabul bo'lsa, so'zsiz yerda qabul bo'ladi deyaptilar. Demak, o'z Hazrat namozga kirganlarida jannat oyatlarini o'zga bir ohangda, jahannam boshqa bir ohanglarda eshiting, hali Qof surasini qanaqa o'qiganlar? Sakratul Mautda qanaqa o'qiganlar? Xuddi o'sha mautni bizga o'limni bir tafsirlab ko'rsatib berganday o'qiganlar. Jannat oyatlarida bir yana ham bir haligi yoqimlilik, xush ovozlikda, jahannam haqiqatda azoblari, uqubatlari aytilgan nimalarda bir vajohat bilan qissalarni xuddi siz bir ekranda ko'rib turganday bo'lasiz. Buni hammasini o'sha ko'rsatuvda Hazrat bizga bildirdilar. Va bu tavsiyani siz biz imomlarga qildilar. Aytdilarki, men mihrobga kelgan paytimda, turganimda Allohni vajhini qasd qilaman. Alloh qabul ayla deyman, orqamni unutaman dedilar. Chunki kimni tilovati Allohning nazdida qabul bo'lsa, takrorlayman, so'zsiz yerda qabul bo'ladi dedilar.